Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlarni uzoq kuttirmasdan, qisqaroq bo'lsa ham yangi vlog tayyorlab kanalga joylashga harakat qildim. Bugungi videoni sizlarga ozgina motivatsiya berish uchun uborka videosidan boshladim. Ko'rib turganlaringizday ozgina перестановка qilganmiz zalimizni. Lekin shu jarayondan videoga olmoqchi edim. Abu Bakr bizlarga kelib xalaqit berib, kameralarni tushirib, shtativlarni tushirib ketganligi sababli videoga olinmay qoldi bu jarayon. Перестановкаdan keyingi uborkani esa sizlar bilan bo'lishib o'tyapman. Mana uborkamiz tugadi. Changlarni, pollarni artganim videoga olinmay qolibdi. Bizda esa shunaqangi o'zgarish, shunaqangi mana перестановка qilgandek, kachelni ham olib kirdim. Divan, xullas hamma narsani chiroyli qilib taxlab qo'yganman. Sababi har kuni bolalar bog'cha maktabdan kelishib Abu Bakr bilan shu yerda o'ynashadi. Abu Bakr hali bilasizlar kichkina, tashqarida yaxshi yura olmaydi. Tashqarida yursa ham hamma narsani og'ziga soladi. Shu sababli biz ko'proq shu zalda o'ynab o'tiramiz Abu Bakr bilan va biror bir mehmon kelgan paytda bemalol stolimiz ham tayyor, sразу накрывать qilib mehmonlarni kutib olamiz. Ko'proq odam bo'lsa, bilasizlar, tashqaridagi stolni olib kirib, katta qilib mehmonlarni kutib olsak bo'ladi. Xullas bizda hozir shunaqangi o'zgarish menga o'zimga juda ham yoqdi. Ham bolalarga o'ynaydigan joy bor, bemalol televizor tomosha qiladigan zona ham bor va mehmonlar uchun bemalol qiynalmasdan, u narsalarni u yoq bu yoqqa surmasdan o'tiradigan joyimiz bor. Abu Bakr uchun shopping qilgandik bugun bog'chadan chiqib. Sizlar bilan ham bo'lishib o'tmoqchiman olgan narsalarimni va ularning narxlarini. Birinchi shunaqangi chiroyli bosanoshka oldim. Juda ham menga yoqdi, yurishga ham udobni, uyda kiyib yuribdi. Juda ham udobni. Buning narxi 98 mingdan. Shunaqangi rangi ham приятный, yumshoqgina, xullas narxiga arziydi. Kачествоsi ham yaxshi. Ikkita nosochka oldim. Bular narxi 5 mingdan. Achkicha buni o'tgan kuni olgandim. Bitta dvoyka bilan birgalikda mana bunaqangi dvoyka olgandim. Bu ham juda ham chiroyli. O'g'il bolalarga mos. Juda ham yumshoqgina, HB materialdan, o'sha bog'chaga kiyib yuribdi. Kapshonkalik. Shunaqangi lekin yenglari uzungina. Va shunaqangi chiroyli rubashka oldim. Oppoq, bayramlarda kiysa ham bo'ladi. Yumshoqgina HB materiali. Narxlari juda ham arzon, 42 mingdan. Menimcha juda ham zo'r. Yangi kaltagina, bu yoq endi yoz, havo issiq bo'ladi, kiyadi. Orqalarida ham shunaqa nadpislari bor. Yana bitta shunaqa rubashka oldim. Bu ham shunaqangi yupqagina, maza qilib kiyadi yozda. Buni ham narxi 42 ming. 2 yoshga moslab oldim. Yumshoqgina qizlar, rangi такой мальчиковый, chiroyli, клеточный va mana bu futbolkacha вообще juda ham arzon, 16 ming, menimcha 16 mingga bunaqangi Xitoy futbolkasi narxi juda ham zo'r menimcha. Bu ham yumshoqgina va shu kiyimchalarga moslab kiyish uchun shunaqangi kepkacha oldim. Achkilar bilan birgalikda ekan. Buni narxi 34 ming edi. 34 ming va rubashka va futbolkalar bilan kiyish uchun shunaqangi bryukcha oldim. Shortiklar hali chiqmagan ekan, shuning uchun shunaqangi bryuk oldik. Bu ham unchalik qalin emas. Ozgina qimmat edi. 120 ming, 119 ming. Bu ham juda ham chiroyli. Razmerga mos. Kiyimlarga asosiysi shu bosanoshkasi, kepchkasi va rubashkalarga moslab oldik. Va kiyimlarimizni bizlar doim shu Miko magazindan olamiz. Shahrizoda uchun ham, Abu Bakr uchun ham tug'ilgandan buyon, Radom sumkadagi narsalardan buyon faqat shu Miko magazindan olamiz. Narxlari juda ham arzon. Har xil kачествоli narsalar bor. Shu sababli doim shu magazindan olamiz. Xullas, Abu Bakr uchun qilgan shoppingimiz mana shular. Qizlarjonlar, o'tgan videoda kiyimlarni yig'ib qo'yganman deb aytgandim. Letniy zimniy kiyimlarni almashtirdim deb o'shanga so'rashgan, o'sha jarayonni ham oling deb, o'sha olib qo'ygandim. Hamma narsalarni yig'ib olish jarayonini videoga olmaganman va almashtirish jarayonini ko'rsatish mumkin. Qanaqa qilib olib qo'yganimni juda ham akkuratni bo'ldi bu yil. Har yil men bunaqangi paketlarda olib qo'yardim, shunaqa sumkalarda yoki men bunaqangi havosini siqib
chiqaradigan paketlar ishlatardim. Bu yil eslaringizda bo'lsa Xitoyda mana bunaqangi ikkita sandiq zakaz qilgandim. Bular karkassiz, simlari yo'q. Shular yaxshiroq ekan, chunki любой joyga sig'adi. Ustini kravat ustini yopgan paytda sinib qolmaydi. Bu yerda karkaslik o'sha simlar bor, simlar egilib, boshqacha bo'lib qolgan. Shu sababli sizlarga ham faqatgina shunaqa karkassiz sandiqlarni tavsiya qilaman qizlarjonlar. Bittasida xo'jayinimning kiyimlari kattasida, bunisida ikkita o'g'limning kiyimi, meniki va bu yerda Shahrizoda va Abu Bakrning kiyimlari. Kurtkalarni, hamma narsalarni yuvib, utuklab kichkina bo'ladiganini kichkinaga berib yuborganman va bo'ladiganlarni kelasi yil keladiganlari hammasini yuvib taxlab olib qo'yganman. Endi esa kechki ovqatni boshlaymiz. Bugun bizda ko'zacha sho'rva. Bizlar uchun ozgina yangilik, chunki bundan oldin bunaqa ovqat tayyorlamaganman. Bir kuni Instagramda bitta dugonam tayyorlaganini ko'rib juda ham havasim keldi va retseptini so'rab 1-2 marta tayyorlab ko'rdim. Men bilan xo'jayinimga juda ham yoqdi bu ovqat va endi bu ovqatni tez-tez tayyorlab turibmiz. Bugun xo'jayinimga, menga va Shohruxga ko'zacha sho'rva tayyorlaymiz. Alisher bilan Shahrizoda unchalik go'shtni yoqtirishmaydi, ular tovuqni yaxshi ko'rishadi. Ular uchun tovuq bilan kartoshkani duxovkada pishiramiz. Ko'zacha sho'rva uchun esa ozgina 3-4 bo'lak go'sht, 3-4 bo'lak kartoshka, shuncha sabzi, pomidor, uyda agar bolgarskiy bo'lsa bolgarskiy, chesnok va ozgina tuz, murchni solib, ustidan tomatni suvga aralashtirib solib chiqamiz va usti ko'milgunicha suv solib, ustini falga bilan yopib, duxovkada 1,5-2 soat davomida pishirib olsak, juda ham mazali va go'shtlari, kartoshkalari juda ham mazali ovqat bo'ladi. Ham dietetskiy, bilasizlar, gazimni yuvganimdan keyin umuman sachratadigan ovqatlar tayyorlamayman va bu ovqat ham menga juda ham yoqdi. Faqatgina sho'rva emas, shunaqangi ko'zacha sho'rva ham tayyorlab uydagilaringizni xursand qilsalaringiz bo'ladi. Juda ham mazali. Abu Bakrga ham juda ham yoqdi bu ovqat, maza qilib yeb oldi. Kartoshka go'shtlari hil-hil bo'lib pishadi. Yog'da qovurilmaganligi sababli hamma vitaminlari ichida bo'ladi va yosh bolalarga ham juda ham foydali bo'ladi, ham mazali. Endi esa Alisher va Shahrizoda uchun tovuqli zapikankalarni tayyorlaymiz. Buning uchun pergament qog'ozga ozgina yog' solamiz. Ustidan tuzlangan kartoshkalar va marinavasi qilib qo'yilgan tovuqimizni terib chiqamiz. Ustidan yana kartoshka, tabga ko'ra ozgina chesnok bilan piyoz va pomidorlarni terib chiqamiz hammasini va hammasini ustini falga bilan yopib, ko'zachalarimizni oldiga yuboramiz. Ovqatimiz tovuqli bo'lganligi sababli ko'zachalarga nisbatan tezroq pishadi va 40 minut 1 soat davomida pishirib olsak yetarli. Bu ham hammasi yaxshi pishib tayyor bo'lib chiqadi. Buni ham mazasi juda ham yaxshi bo'ldi. Asosiysi esa tayyorlanish jarayoni oson va ovqatimiz juda ham foydali. Ovqatlarni ko'zachasi bilan birgalikda podacha qilsangiz ham bo'ladi. Noodatiy tarzda, lekin men kosalarga solib ujinga tayyorlab qo'ydim. Sizlarga esa videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.